Chilonzor 20-kvartalli uy so'raganlar uchun yaxshi variantimiz chiqqan. Shundoqqina Targoviy sentr Globus'i yonginasida joylashgan 4 qavatli binoni 4-etajida 3 xona 67 kvadrat metrga ega bo'lgan xonadon. Kirib yashashlikka yoki ijara qilishlik uchun tayyor. O'zini shunaqangi tinch hovlisi, bolalar o'ynash maydonchasi, avtoturargohi, zeleniy zonalari, hattoki yo'l yuziga ham ko'rib turibsizlar, bir qadam. Uyimiz ijara narxiga keladigan bo'lsa, narxi juda ham zo'r chiqqan. Menimcha bunaqangi narxda bu hududda kamdan kam chiqadi. Videoda o'tkazib olmaylar, olib chiqib ko'rsatamiz, narxini oxirida aytaman. O'rtoqlar, uyga kirganlaringda shunaqangi prixoshka kutib olyapti. Birma-bir xonalarni tanishtirib o'tiramiz. Xo'p, chap qo'lga yuradigan bo'lsak, yotoqxona, bolalar uchun yotoqxona ko'rishingiz mumkin. Bemalol ikkitadan agar kravatlarni qo'yib bersangiz, ikkidan farzandlar yotishligi mumkin. Tashqariga qaragan oynalari chiroyli remont qilib qo'yilgan. Kirishlarda ro'parada birinchi sanuzellar kutib oladi. Razdelni to'liq kafel qilingan, o'rtoqlar ko'rishingiz mumkin. Yonginasida hammomi. Bu yoq tomon yuradigan bo'lsak, kattalar uchun katta, keng yotoqxona ko'rishingiz mumkin. Qaranglar, qanaqangi chiroyli vid berib turibdi. Deyarli hamma yo'q qoldiriladi. Mebel texnikalar keladigan bo'lsa, uy egalarini bir qator maslahatlashib gaplashsanglar bo'ladi. Buni yonida esa 3-xonasi, qaranglar, zal. Katta, keng zal qismi. Xo'p, uyimiz 3 xona, 4 xonaga o'zgartirilgan. Oshxona qismini ham bitta xona qilib qo'yilgan, ko'rishingiz mumkin. Bu yoqda ham bitta detskiy xona qilib qo'ysalar bo'ladi bolalarimiz uchun. Xo'p, veranda, ya'ni fransuskiy planirovka 6:2 ga verandasi, bemalol kuxnyalarni ko'chirib qo'yishgan. Bu yoqda gaz plitalari, nari yoqda xolodilnik, hamma stullarini ham qo'yib qo'yilgan. Ko'rishingiz mumkin. Uy remont holatida, yaxshi holatda, bemalol kirib yashashlik uchun tayyor. Shunaqangi remont tayyor uy so'raganlar uchun yaxshi variant. Bemalol mana shu uyni tavsiya qilsalar bo'ladi. Narxini 73 ming, yana kelishadigan joyi bor. Pastda raqamlarimizni qoldiramiz. Aloqaga chiqib savdolashsalaring bo'ladi. Videoga like bosishni unutmanglar, yaqinlarga jo'natib qo'yinglar.